Qırğızistandakı qalan nəslini mən sözləb oturmuşam, özünlər bilirsizlər. Bu bir nəhayət humoristik film. Amma tərbiyə əhəmiyyəti texmi zor. Doğru. Nurg'un qayrindaşlarımız bu tərbiyə əhəmiyyəti bilan matrab qilib qiziqka. Məsələn, qoqbara, lotta, tangot, küçük qussamsa deb dadısını yapdı. Filmning davomini sizlardan ko'ring. Əməliyyatda bu bizningki turmuş örf odatimizga, bizning padişahlarımızga faqat to'g'ri kelmaydigan ish. Buni chiqarishlik sabab nima? Axloqdan ajrab ketdi. Burun mana bir yerga ketib berib cho'nglarni ko'rsak, oldidan yugurib o'tmaydi. Ataydan berib kurishib o'tib, anamnikiga qadar. Cho'nglar voy, qanday bo'ldi, yaxshimi? Kimning bolasi sen? Men yozmoqchiman. Yozmoqchiman. Yomondan cho'ngolsajmi balam? Dese biz böyle kolguş dodol bizim son küreşkerken küreşsem yozmaktan olsun pek maktap gitti de ulan bir kul ilham beretti biz ahlakna işte uygunluk manganço kim bu ahlaktan barbara acırap kettiği vaktimizde bir tek gitti ha elkindeki ağzakman çoğu gözümüz karab manzamımıza deydi ha bulap kaldı. Şunda emasmi? Mushroq tarbiya ahamiyati bor. Yana birisi ilm fanning kuchiga ishonish kerak, meditsinaga ishonish kerak, xurofotlikni qamchilash kerak. Deydigan. Daral bardiga yerga bordik, ilm fanning kuchi bilan meditsinaning kuchi bilan saqaydik, nayta joyga keldik, o'zimizning burunqi kayfiyatidanmi yuqoriroq bir xil ong saviyada esimizga keldik deganga. Bu Buningda aka to'liq saqayib qoldingiz hozir, ha? Bizimdagi bo'lmaydi. Birimdagi bo'lmaydi. Endi pat-pat qo'zg'ab qoladi. Qo'zg'ab qo'yishma programma tugab ketdi. Tarbiya ahamiyatini tushunib ko'rganlar uchun texmi bir yaxshi bir asar. Qirg'iziston filmidagi barliq mayli rejissor, yozuvchilar bo'lamdi, mayli sizlardagi peshqadam ustozlar bo'lamdi. Hammanglarga ham bir qatim tashakkurimizni bildiramiz shu fursatda. Rahmat. Shu Çolpan keldi programmasiga 2023-yili tunji sonda sizlarga salom berish uchun aldinglarga chiqishga bir sharoit yaratib berganmiz. Nuriyelimga rahmat. Rahmat. Çolpan keldi programmasiga rahmat. Bu programmani men uzundan beri ko'raman. Ko'rishimdagi sabab nima? Yaxshi programma bizning yaxshi bir qo'g'daydigan, aslida o'zimizning farzandiga o'xshash. Buni kichigidan tug'ildi, o'mildi, oltadi, tata mangdi, ayığı çıktı, başlangıçta kirdi, aşağı kılıp yetildirip bu programını nait her taraftan bir etrafında tuyungan bir xil, her xil bir qo'llashlarga erishgan. Nait bir ahlaqi bir filmning davomini sizlardan ko'ring. Programma. Bundan